Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, hurmatli Mehnat huquqi kanali obunachilari. Yuqoridagi e'londa berganimiz kabi, mehnatga oid munosabatlarda buyruqlar qanday tartibda tayyorlanadi degan mavzudagi master klassimizni boshlaymiz. Mazkur master klassni maqsadi quyidagilardan iborat. Ya'ni birinchidan, yangi mehnat kodeksi qabul qilinganligi munosabati bilan ish beruvchilar tomonidan umuman mehnatga oid munosabatlarda chiqariladigan buyruqlarni amaldagi qonunchilikka mos, qonunchilik talablari asosida ishlab chiqish, tasdiqlash kabi masalalarni kadrlar bo'limi mutaxassislari, yuristlar, ish beruvchilar, umuman mehnat sohasiga qiziquvchi barcha omma uchun umumiy tushunchalarni berishdan iborat. Mazkur seminarimiz O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi va qonunchiligi asosida ish beruvchi tomonidan chiqariladigan yoki tartibda chiqariladigan hujjatlar, jumladan buyruqlar, qarorlarni qanday tartibda amalga oshirilishini sizlarga yetkazish maqsadida tashkil etildi. Demak, kirish qismida, mazkur mavzuni kirish qismida sizlarga ta'kidlab o'tmoqchimizki, umuman olganda buyruqlar nima o'zi, qanaqa hujjat hisoblanadi, nima uchun bu zarur bizga, shu kabi masalalarga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni bu yerda buyruqlar degan buyruqlarni qabul qilish, unga qo'yiladigan talablar kodeksda belgilanganmi yoki yo'qmi? Umuman mehnat qonunchiligi, O'zbekiston mehnat qonunchiligi qanday tartibda shakllantiriladi? Mana shu haqida ham aytib o'tamiz. Mavzu mehnat sohasida buyruqlar qanday tayyorlanadi deb nomlanadi. Umuman kirish qismida biz aytib o'tamizki, O'zbekiston mehnat qonunchiligi qanaqa tartibda shakllangan, unga qanday tartibda rioya qilish lozim. O'zbekiston mehnat qonunchiligi muntazam ravishda isloh etilib borilyapti. Bu barchamizga ma'lum bo'lgan ma'lumotlar sirasiga kiradi. Biroq ayrim jihatlarda u hanuzgacha an'anaviy byurokratik yondashuv ta'sirida bo'lib, zamonaviy mehnat bozorini ehtiyojlariga to'liq javob bermaydi. Masalan, birinchi sababi byurokratiya. Ko'plab mehnatga oid munosabatlar hali ham o'sha yozma hujjatlar, imzolar va rasmiy tasdiqlash tartiblarini talab qiladi. Bu esa ish jarayonlarini sekinlashtiradi hamda ish beruvchini ortiqcha ma'muriy yuklamalar keltirib chiqaradi. Buni biz sizlarga quyida ham aytib o'tamiz. Sababi bilasizlar, mehnatga oid munosabatlarda mehnat shartnomasini bekor qilish, ishga qabul qilishni rasmiylashtirish, mehnat intizomini ta'minlash kabi masalalarda chiqariladigan buyruqlarda juda ham byurokratik to'siqlar ko'p. Keyingisi formalizm, ya'ni xodimni ishdan bo'shatish, intizomiy jazo qo'llash yoki boshqa mehnatga oid qarorlarni qabul qilish qat'iy protseduralariga bo'ysundirilgan. Ushbu tartiblardan chetga chiqish holatlari ko'pincha ish beruvchining harakatlarini noqonuniy deb topishga asos bo'ladi. Masalan, aniq muddatlar, jarayonlar, tartiblar bor. Shu tartiblarga rioya qilmasdan buyruq chiqaradigan bo'lsak, bunda ham ish beruvchining xatti-harakatlari noqonuniy bo'lishi mumkin. Shu jumladan mehnatga oid munosabatlarda tartibga solinmagan jihatlar ham bizda bor. Bu tartibga solinmagan jihatlar o'sha O'zbekiston mehnat qonunchiligida hali ham masalan raqobatga qarshi kelishuvlar kabi zamonaviy mehnatga oid munosabatlarni ayrim yo'nalishlarini to'liq qamrab olmaydi, to'liq tartibga solmaydi. Umuman olganda mana shu mehnatga oid munosabatlarni tartibga solishdagi ushbu jarayonlar, buyruqlarni to'g'ri qabul qilishimiz, ularni qonun talablari asosida ishlab chiqishimiz zaruratini vujudga keltiryapti. Mazkur darsimizni demak quyidagi bo'limlar asosida tashkil qilamiz. Ya'ni mehnat buyruqlarini, umuman mehnat sohasidagi buyruqlarning huquqiy asosi qayerda yotibdi? Buyruq o'zi nima, qanday qabul qilinadi degan savolga qayerda javob berilgan kabi savollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak,
Mehnat kodeksining 18-moddasiga ko'ra ish beruvchi o'z vakolatlari doirasida yakka tartibdagi huquqiy hujjatlar, ya'ni buyruqlar, farmoyishlar yoki qarorlarni qabul qilishga haqli. Ya'ni yakka tartibda degani biror bir tashkilot yoki bo'linma bilan maslahatlashmasdan to'g'ridan-to'g'ri qabul qilish vakolati nima qilingan, mustahkamlab qo'yilgan. Xususan, kasaba uyushmasidan so'ramasdan turib, mana shu tartibdagi hujjatlarni qabul qilishi mumkin. Buyruqlar asosan odatda bir marta qo'llaniladigan hujjatlar hisoblanadi va xodim yoki jamoaga qaratilgan bo'ladi. Masalan, ishga qabul qilish to'g'risidagi buyruq bir martalik buyruq bo'lib, bir martada xodimni ishga qabul qilamiz. Qabul qilganimizdan so'ng uni yakka tartibda xodimga tanishtiramiz. Shu jumladan mehnat shartnomasini o'zgartirish, ishdan bo'shatish, mehnat shartnomasini bekor qilish, ta'tillar berish, intizomiy yoki rag'batlantiruvchi choralarni qo'llash kabilarni bunga misol bo'lamiz. Rahbar o'zi qabul qiladigan hujjatlarni biz buyruq yoki farmoyish shaklida bo'ladi. Agar kollegial organ tomonidan qabul qilingan hujjat bo'ladigan bo'lsa, biz uni qaror tarzida qabul qilamiz. Keyingi ikkinchi bo'limga o'tadigan bo'lsak, buyruqqa qo'yiladigan asosiy talablar mavjud. Endi bu talablar aynan mehnat kodeksida mustahkamlab qo'yilmagan, biroq biz uni mazmunidan anglab, mana shu talablarni nima qilamiz? Chiqarib olamiz. Mehnat kodeksining 127-moddasiga muvofiq buyruqlar qonuniy asosda qabul qilingan bo'lishi kerak. Ya'ni qonun talablari asosida, mehnat kodeksi yoki boshqa qonun hujjatlari talablari asosida qabul qilingan bo'lishi kerak. Va aniq moddaga tayanishi lozim. Masalan, ish beruvchining tashabbusiga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilmoqchi bo'lsak, biz 61-moddani aniq bandlarini, qismini ko'rsatishimiz kerak. Xodim tashabbusi bilan shartnoma bekor qilsak, mehnat shartnomasini bekor qilish bo'yicha kodeksning 160-moddasini ko'rsatishimiz kerak. Shu jumladan to'liq rekvizitlar bo'lishi lozim shart. Raqam, sana, asos, mazmun, imzo, mazkur talablar ham buyruqqa qo'yiladigan zaruriy elementlar sanaladi. Buyruqning mazmuni har doim mehnat shartnomasiga nima bo'lishi kerak? Muvofiq bo'lishi kerak. Bu mehnat kodeksining 127-moddasida belgilab mustahkamlab qo'yilgan. Keyingi talab, ya'ni buyruq zarur bo'lgan holatlar. Ya'ni har doim ham biz buyruq qabul qilamizmi? Qanday holatlarni biz buyruq bilan rasmiylashtirishimiz kerak? Shu kabi masalalarni biz mana bu jadval asosida shakllantirilgan ma'lumotda ko'rishimiz mumkin. Mehnat kodeksi bo'yicha buyruq majburiy tarzda chiqariladigan asosiy holatlar quyidagilar hisoblanadi. Ya'ni biz mehnat kodeksidagi moddalarni ko'rib, tahlil qilib, ular asosida qanday vaziyatlarda buyruq qabul qilinishini biz sizlarga ko'rsatib bermoqchimiz. Birinchisi, ishga qabul qilish. Albatta buyruq bilan rasmiylashtirilishi shart. 127-modda bo'yicha mehnat shartnomasiga asoslanadi. 3 kun ichida xodimga tanishtirilishi kerak buyruq. Ya'ni mehnat shartnoma tuzamiz, undan so'ng buyruq qabul qilamiz va buyruqni ish beruvchi xodimga tanishtirishi shart. Keyingisi mehnat shartnomasini o'zgartirish. 149-moddada belgilangan ish beruvchini buyrug'i bilan rasmiylashtiradi. Masalan, boshqa doimiy ishga o'tkazish, vaqtincha boshqa ishga o'tkazish, ish joyini almashtirish, boshqa ish beruvchiga xizmat safariga yuborish. Mana shunga o'xshagan holatlar buyruq bilan rasmiylashtiriladi. 149-moddada mustahkamlab qo'yilgan. Bundan tashqari, xodimni vaqtincha boshqa ishni bajarishga jalb qilish yoki bo'lmasam, biz bilamiz, bir necha kasbda ishlash, xizmat ko'rsatish zonasini kengaytirish, ishlar hajmini oshganligi kabi masalalar yoki bizlar o'sha xalq tilida aytadigan bo'lsak, ishni yuklab berish, kimgadir yuklatish biror lavozimni, mana shunga o'xshagan masalalar 116-moddada belgilangan va xodimning roziligi bilan buyruq asosida mustahkamlanadi. Xodimni ishdan chetlashtirish masalasi ham mavjud. Bu 153 va 309-moddalarga muvofiq xodimni ishdan chetlashtirish jarayoni ham albatta buyruq bilan rasmiylashtirilishi lozim. Masalan, xodim mast holatda keldi, o'sha kuni uni ishga qo'ymaymiz yoki tibbiy ko'rikdan o'tmayapti yoki xizmat tekshiruvi joriy qildik. Ushbu vaziyatda ham mehnatga oid munosabatlar buyruq bilan rasmiylashtiriladi. Endi mehnat shartnomasini bekor qilish shubhasiz 171-moddaga muvofiq, xususan 160-moddada ham belgilangan buyruq chiqarish orqali rasmiylashtiriladi. Bu ham buyruq chiqarish orqali rasmiylashtiriladi va buyruqdan ko'chirma nusxani albatta xodimga berishimiz lozim.
Keyingi yana bir marta buyruq chiqaradigan holatimiz, demak, 303-modda xizmat tekshiruvi bo'yicha ham ish beruvchining qarori, ya'ni xohish irodasi buyruqda namoyon bo'lishi lozim. Bundan tashqari intizomiy jazo chorasini qo'llash, hayfsan, jarima yoki mehnat shartnomasini bekor qilish shaklidagi holatlar ham Mehnat kodeksining 313-moddasiga muvofiq buyruq bilan rasmiylashtiriladi. Rag'batlantirish chorasi qo'llashimiz mumkin xodimga nisbatan 18-moddaga ko'ra. Bu ham albatta ish beruvchining buyrug'i bilan rasmiylashtiriladigan jarayon hisoblanar ekan. Keyingi masala 4-bo'lim buyruqni e'lon qilish va hujjatlashtirish tartibi. Bu masala qanday jarayonda amalga oshiriladi? Birinchisi, buyruq qabul qilganimizdan so'ng buyruqni qilamiz. Bilan guvoh byurokratik va formalizmga oid bo'lgan to'siqlar ish beruvchiga biroz murakkabliklar keltirib chiqaradi. Biroq biz bunga rioya qilishga majburmiz, sababi qonun shuni talab qiladi. 5-bosqich haqida gapiradigan bo'lsak, bu 5-bosqichda maxsus holatlar haqida sizlarga gaplashib o'tamiz. Yangi Mehnat kodeksi albatta eski kodeksdan farqlangan holda biznes manfaatlarini himoya qilishi bilan ajralib turadi. Xususan, agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz yoki uy ishchisi uy xo'jaligini yuritayotgan bo'lsangiz, yakka tartibdagi tadbirkor va uy ishchilarida ishlayotgan xodimlarni buyruq e'lon qilinmasdan ham ishga qabul qilish yoki boshqa jarayonlarni amalga oshirish mumkin ekan. 508, 515-moddalar bunga ruxsat beradi. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerakki, haqiqatda ishga qo'yish degan tushuncha bor bizda. Mehnat kodeksining 128-moddasi xodimni ish beruvchi o'sha talabgor shaxsni yoki ishga kirmoqchi bo'lgan shaxsni ishga qabul qilish huquqiga ega bo'lgan mansabdor shaxs tomonidan uni ruxsati bilan amalda ishga qo'yilishi buyruq qabul qilingan yoki qabul qilinmaganligidan qat'iy nazar mehnat shartnomasi tuzilgan deb hisoblanadi. Keyinchalik rasmiylashtirish jarayonlari amalga oshirib qo'yiladi. Bu nima degani? Ya'ni ish beruvchi ish berish huquqiga ega bo'lgan mansabdor shaxs xodimga aytdi, ishlavering deb topshiriq berdi, lekin buyruq chiqmadi kadrlar bo'limidan qaysidir sabablarga ko'ra. U rahbarni topshirig'i bilan ishga qo'yilgan kundan boshlab turib mehnat kodeksi munosabatlari vujudga kelgan hisoblanadi va keyinchalik nima qilinadi? Shartnoma shartnoma tuzilib, buyruqlar qabul qilingan hisoblanadi. Umuman olganda, mana shu mehnat kodeksi munosabatlarida buyruqlarni qabul qilish jarayoni mazkur yuqorida ta'kidlab o'tgan o'sha 5 bosqich bo'yicha amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi har qanday holatda. Endi keyingi jarayonga o'tadigan bo'lsak, asosiy xulosaga o'tamiz, ya'ni 6-qism. Asosiy xulosa, yakunlovchi xulosa bu buyruq bu mehnat kodeksi munosabatlarini rasmiylashtirishdagi markaziy hujjat hisoblanadi. Ya'ni biz xodimni ishga qo'yish to'g'risida buyruq qabul qilish orqali uni staji ketishini, mehnat daftarchasi yuritilishini, unga ish haqi ketishini ta'minlab beramiz. Oddiy misol, buyruq chiqarmasangiz, buxgalteriya xodimga nisbatan ish haqi hisoblamaydi. Bu ham bir oddiygina misol, ya'ni buyruq mehnat kodeksi munosabatlaridan markaziy hujjat. Buyruq xodimni ishga kirishi, faoliyat yuritishi, rag'batlantirish, ishdan bo'shatish bilan bog'liq jarayonlarni qonuniyligini ta'minlaydigan hujjat. Shuning uchun har bir buyruqda qonunga tayanishi, asosga ega bo'lishi, vaqtida e'lon qilinishi asosiysi va xodimga nusxasi berilishi bilan to'liq kuchga ega bo'ladi. Bu
jarayonlarga rioya qilishingiz, ya'ni yuqorida aytib o'tgan 6 ta jarayonga rioya qilishingiz sizni turli xil xavflardan, xususan sudga oid nizolarda sizni o'sha zarar ko'rmasligingizga, mag'lubiyatga uchramasligingizga yoki bo'lmasam xodim bilan turli xil konfliktlar yoki nizolarni oldini vujudga keladigan nizolarni oldini olishga sabab bo'lib xizmat qilar ekan. Bu umumiy buyruqlar haqidagi ma'lumot. Endi keyingisiga o'tamiz. Buyruqlarni qismlari. Buyruqlarni qabul qilayotgan vaqtda qanaqa qismlardan iborat? Odatda buyruqni qismlariga qo'yiladigan talab Mehnat kodeksida belgilangan emas, mavjud emas. Buni siz qonunning normalaridan kelib chiqib tayyorlashingiz mumkin. Birinchi qismi sarlavha qismi. Bu qismda hujjatlarning rasmiy identifikatsiyasi ko'rsatiladi. Masalan, bunda nimalar ko'rsatish kerak bo'lishi mumkin? Birinchisi tashkilotning nomi. Masalan, Toshkent davlat yuridik universiteti. Keyingisi buyruq, hujjat nomi. Masalan, buyruq shaklida farmoyish, qaror nomini yozamiz. Keyingisi masalan sana va raqam 2025-yil 18-oktyabr 104-sonli buyruq. Buyruq chiqarilgan joy Toshkent, Samarqand yoki siz yashab turgan joy. Bu sarlavha qismi ekan. Ikkinchisi kirish qismi. Kirish qismida biz nimalarni ko'rsatamiz? Bunda kirish qismining ikkinchi nomi asoslantiruvchi qism ham deb nomlanishi mumkin. Bu qismda buyruq nima sababdan chiqarilayotganligi asoslantiriladi. Ya'ni maqsadi nima bu buyruqning o'zi? Bunda quyidagilar yoziladi. Birinchisi, qonuniy yoki tashkiliy asos. Mehnat kodeksining 107-moddasiga asosan. Zarur sababi, masalan, xodim arizaga ko'ra ishlab chiqarish ehtiyojini kelib chiqib, boshqa ishga o'tkazish yoki attestatsiyadan o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan jarayonni yozamiz. Shu bilan bir qatorda xodimni ariza bilan murojaat qilgan bo'lsa, arizasiga muvofiq uni ishdan bo'shatishga oid masalani kirish qismida ko'rsatib o'tamiz. Uchinchi qism, ya'ni buyruqning asosiy farmoyish qismi hisoblanadi. Bu qismda aniq topshiriq, qaror yoki harakat belgilanadi va har bir bandda odatda raqamlab qo'yiladi. Familiya ismli shaxs, masalan, Falonchayev ismli shaxs xodimni lavozimga tayinlash, ishdan bo'shatish yoki ta'tilga yuborish kabi masalalar ko'rsatiladi. Mehnat shartnomasi bekor qilinsin, ta'til berilsin, ishga qabul qilinsin, shu shaklda beriladi. Va mana shu jarayonni rasmiylashtirishga mas'ul shaxs belgilanadi. Masalan, kadrlar bo'limi boshlig'i, direktor o'rinbosari, buxgalter yoki boshqa mansabdor shaxslar aniq ko'rsatiladi. Keyin bajariladigan muddat va qo'shimcha topshiriqlar ham belgilab mustahkamlab qo'yiladi. Masalan, yuristga qaysi vazifa belgilanadi, buxgalterga qaysi vazifa belgilanadi va qaysi kundan boshlab turib amalga oshirilishi ko'rsatiladi. Endi bu yerda masalan Karimov Shavkat Baxtiyorovichni 2025-yil 20-oktyabrdan bo'lim boshlig'i lavozimiga tayinlansin. Kadrlar bo'limi Usmonova mazkur buyruqni xodimning shaxsiy jildiga joylashtirsin kabi shakldagi farmoyish vazifalar yuklanishi mumkin. Bu demak 3-qismda ko'rsatiladigan holatlar ekan. 4-qism albatta yakuniy qism, imzo qismi bo'ladi. Imzo qismida buyruqni oxirida quyidagilarni aks ettiramiz. Rahbarning lavozimi, familiya imzosi, buyruqni tanishganlik haqida xodimning imzosi, odatda tanishdim deb imzo qo'yadi. Masalan, direktor M. Karimov, tanishdim, xodim imzosi bilan tasdiqlab qo'yiladi va sana ham mustahkamlab qo'yiladi. Umuman olganda buyruqlar mana shu shaklda namoyon bo'lar ekan, aks ettirilar ekan. Bu buyruqqa qo'yiladigan talablardan biri hisoblanadi. Endi sizlar bilan biz o'sha buyruqlar doirasida aniq buyruqni, aniq hujjatni ko'rishga muvaffaq bo'lamiz. Xabarlaring bor, bizning Mehnat huquqi kanalida mehnat sohasidagi buyruqlar, qarorlar, tushuntirish xatlari, taqdimnomalar, dalolatnomalar, ogohlantirish xatlari, jumladan bir qator mana shu mehnatga oid munosabatlarni tartibga soluvchi buyruqlar nusxalari, namunalari taqdim etib borilyapti. Shular orasida sizlarga aytib o'tadigan bo'lsak, mana shu
mehnatga oid munosabatlardagi buyruqlarga sizlarga hozir ko'rsatib misol tariqasida aks ettiramiz. Bizda mana buyrug'imizni nusxasi, shakli bor. Mana 10-sonli buyruq, avvaldan tayyor qilingan buyruq. O'sha buyruqni ochamiz. Bu buyrug'imiz mana 1937 raqamini tersak, demak 10-sonli buyrug'imiz ochilar ekan. Sonli buyrug'imiz yuqorida ta'kidlab o'tgan buyruqlarga qo'yiladigan talablardan, qonundagi talablardan, shakllardan kelib chiqib tayyorlangan barcha munosabatlarni o'sha tartibga solishga qaratilgan hujjat hisoblanadi. Buyruqni tanishtiradigan bo'lsak, demak, mana buyruqni o'sha titul qismida, birinchi qismida koinot mas'uliyati cheklangan jamiyat direktorining buyrug'i deb nomlanyapti. Ya'ni qaysi tashkilotligi, bu qanaqa hujjatligi ko'rsatilyapti. Ya'ni tashkilot koinot mas'uliyati cheklangan jamiyati va o'sha jamiyatni direktorining buyrug'i. Ya'ni bu buyruq farmoyish emas, qaror ham emas. Keyingisi chap tomonda 2024-yil 18-dekabrda qabul qilinganligini ko'rsatyapmiz. O'ng tomonda sonini ko'rsatyapmiz. 905 ST son. ST deganda biz shaxsiy tarkibga oid masalani tushunishimiz kerak. Keyingisi buyruqni nomi. Nima haqida bu buyruq o'zi deydigan bo'lsak, mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risida deb yoziladi. Ya'ni mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risidagi buyruq. Mehnat shartnomasini bekor qilishni 155-moddada bir qancha asoslari bor. Qaysi asosga ko'ra shartnoma bekor qilinganligini, nima tartibga solinayotganligini ko'rish uchun biz buyrug'imizni o'sha fabula qismiga o'tamiz. Koinot maslahati cheklangan jamiyati buxgalteriya bo'limi kassiri Malikov Ahmad Odilovichga ishga sababsiz 2 soat kechiktirilganligi uchun 2024-yil 14-iyunda 901 ST son buyruq bilan hayfsan intizomiy jazosi qo'llanilgan. Ya'ni bizni fabula qismimizda ko'rsatib o'tyapmiz, kimga nisbatan qanday intizomiy javobgarlik ko'rsatilgan. Biroq xodim intizomiy jazo qo'llanilgandan 1 yil o'tmasdan 2024-yil 16-dekabr kuni jamiyat ichki mehnat tartibi qoidalarining 1.5.5 bandida nazarda tutilgan moddiy qimmatliklarni saqlash qoidalarini buzish orqali takroran intizomiy nojo'ya xatti-harakat qilgan. Ya'ni ilgari intizomiy javobgarlikka tortilgan shaxs, hayfsan intizomiy javobgarlik shaxs 1 yil o'tmasdan turib yangi nojo'ya xatti-harakatni sodir qilyapti. Natijada mehnat majburiyatlarini muntazam ravishda buzilgan, holat da'vatnoma bilan rasmiylashtirilgan, xodimdan yozma tushuntirish xati olingan. Mehnat kodeksining 170-moddasi talablariga ko'ra, shartnomani bekor qilinayotganda, agar muntazam ravishda, qo'pol ravishda bekor qilinayotgan vaqtda ichki mehnat tartib qoidalarining qaysi bandlarini buzganligi, qaysi intizomiy jazo olganligini aniq ko'rsatishimiz kerak. Ana shu talablardan kelib chiqib turib, buyruqni fabula qismida yuqoridagi ilgari, ya'ni 2024-yil 14-iyunda sodir bo'lgan voqea, hodisani ham biz nima qilyapmiz? Aniq ko'rsatib ketyapmiz. Keyingisi, demak, biz asoslanadigan qonunlarimiz. Yuqoridagilardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 18-170-moddalariga asosan buyuraman. Ya'ni rahbar nimaga asosan buyuryapti? 18-170-moddalariga asosan. 18-modda nima deydigan bo'lsak, 18-modda ish beruvchi tomonidan qabul qilinishi mumkin bo'lgan yakka tartibdagi hujjatlar. Bularni jumlasiga buyruq ham kiradi. Va 170-modda nima deydigan bo'lsak, 170-moddada mehnat shartnomasini bekor qilishda qanday tartibda rasmiylashtirilishi, buyruqda nimalar ko'rsatilishi aks etgan. Shuning uchun ham ish beruvchi o'zini buyrug'ini Mehnat kodeksining 170 va 18-moddalariga tayanib qabul qilyapti. Ya'ni buyuraman shaklidagi mana farmoyish qismi buyruqni. Farmoyish qismi yuqorida ta'kidlaganimizdek raqamlangan shaklda bo'lyapti. Aytilyaptiki, birinchi buyruqdagi farmoyish qismidagi birinchi band buxgalteriya bo'limi kassiri Malikov Ahmad Olimovich bilan tuzilgan mehnat shartnomasi Mehnat kodeksining 161-moddasi 2-qismining 4-bandiga qavschida yozib qo'yyapmiz, aniq qilib xodimning o'z mehnat majburiyatlarini muntazam ravishda buzganligiga asosan
2024-yil 18-dekabr kuni bekor qilinsin deydi. Ya'ni aniq moddani, aniq bandini ko'rsatyapmiz. Qachondan bekor qilish tartibini aniq ko'rsatyapmiz. Ya'ni moddalar Mehnat kodeksiga bandimiz mana shu buyruqni farmoyishdagi birinchi band Mehnat kodeksining aniq moddasiga tayanib yozilyapti. Ikkinchi bandda kadrlar bo'limi, ya'ni topshiriq yuklayapmiz aniq bir mansabdorga. Bu kadrlar bo'limini boshlig'i bo'lishi mumkin. Biz kadrlar bo'limi deb atayapmiz. Kadrlar bo'limi 2024-yil 18-dekabrdan kechiktirmasdan Mehnat kodeksining 171-moddasiga asosan xodimga mehnat daftarchasi yoxud elektron mehnat daftarchasini ko'chirmasini, shuningdek mazkur buyruqning ko'chirma nusxasi berilishini ta'minlasin. E'tibor berayotgan bo'lsalaringiz, 2018-yilda buyruq qabul qilinyapti. 2018-yil dekabr oyida, 18-dekabr oyida buyruq qabul qilinyapti. Aynan shu kunning o'zida xodimga 171-moddaning talablaridan kelib chiqib, mehnat daftarchasini ko'chirmasi va buyruqdan ko'chirmasi berilyapti. Agar qog'oz daftarcha bo'lgan bo'lsa, o'sha asosiy haqiqatdagi original mehnat daftarcha xodimning qo'liga berilishi kerak. Ya'ni o'sha kunning o'zida. Bu yerda hech qanaqa bir bahona bo'lishi shart emas. Keyinchalik beraman yoki undan keyin beraman, bir haftadan keyin beraman degan narsa mumkin emas. Chunki 171-modda talabini buzib qo'yamiz. Agar bugun, ya'ni 18-dekabr qabul qilingan kunda buyruqni va mehnat daftarchasini bermasak, biz xodimni oldida moddiy javobgar bo'lib qolamiz. Xodimni mehnat qilish huquqini buzib qo'yamiz. Chunki mehnat daftarchasini olib, u boshqa joyga ertaga ishga kirishi mumkin. Ishga qabul qilishda talab qilinadigan hujjatlar orasida mehnat daftarchasi ham bor, xabarlaringiz. Ya'ni 18-dekabrda mehnat daftarchasini bermasangiz, siz moddiy javobgarlikka tortilasiz. Mehnat daftarchasini kechiktirganligi uchun sizdan ishdan bo'shagan xodim pul undirishi mumkin. Har bir kechiktirilgan sana uchun pul undiradi. Keyingi qismda, ya'ni 3-qismda bosh buxgalterga talab qo'yyapmiz, ya'ni topshiriq beryapmiz rahbar sifatida. 2024-yil 18-dekabrdan kechiktirmasdan hisob-kitob doirasida Mehnat kodeksining 172-moddasiga asosan xodimning oxirigacha olmagan ish haqqi, foydalanilmagan barcha asosiy va qo'shimcha ta'tillar uchun kompensatsiyalari Mehnat kodeksining 165-moddasiga muvofiq 3 kunlik ogohlantirish muddati o'rniga mutanosib ravishda almashtiriladigan pullik kompensatsiya to'lanishini ta'minlash shart. Ya'ni bu yerda buxgalterga ham topshiriq qo'yyapmiz, xuddi kadrlar bo'limiga o'xshatib. Bugundan buyruq qabul qilingan sanadan boshlab 18-dekabrdan boshlab hisob-kitob qilib, unga ololmagan ish haqqini, ta'tillari, foydalanmagan ta'tillari, asosiy va qo'shimcha ta'tillarni kompensatsiya qilib berib va 165-modda bo'lsa, agar ogohlantirish muddatini pullik kompensatsiyaga almashtirsak, mana shu kompensatsiya to'lovlarini 18-dekabrdan kechiktirmasdan nima qilishimiz kerak? To'lab berish talabini qo'yishimiz kerak. O'z navbatida buxgalteriya ham 18-dekabrda barcha to'lovlarni qilib, xodim oldida hech qanday qarzdorlik vujudga keltirmasligi shart. Bu jarayonda shunaqa holatlar mavjud, ko'p uchraydi. Endi sekin-sekinlik bilan bartaraf bo'lyapti. Buxgalteriya bo'limi xodimlari masalan 18-dekabrda shartnoma bekor qilingan xodim bilan oyning oxirida, masalan 31-dekabrda nima qiladi? Ish haqqini to'lab beradi. Sabab nima? Har yarim oyda bir marta to'lanadi-yu. Barcha xodimlarga yarim oyda bitta avans tashlaydi. Oyning yakunida oylik ish haqqini to'lab beradi. Aynan mana shu xato juda ham qo'pol xato sanaladi, chunki har bir kechiktirilgani kun uchun xodim Mehnat kodeksining 333-moddasi bo'yicha sudga murojaat qilib kompensatsiya olish huquqiga ega. Ya'ni buxgalteriya bo'limi bu yerda biroz erinchoqlik qilmasdan turib, aynan bitta xodim uchun ham hisob-kitobni qilib, ishni yakunlab qo'yish kerak. Agar bu erinchoqlik ertaga korxonaga zarar keltirishi mumkin. Bu yuqorida aytganimizdek, ish haqqini o'z vaqtida berilmaganligi, kechiktirilgan davr uchun kompensatsiya to'lovlari amalga oshiriladi. Endi buyruqqa asos keyingi qismda buyruq chiqarish uchun asos bo'ladigan hujjatlarni ham ko'rsatib ketishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi va bu bizga yordam beradi, qaysiki xato qilmaslikka buyruqda. Ya'ni buyruqqa chiqarish uchun asos bo'ladigan holat bosh buxgalterni bildirgis. Masalan, bosh buxgalter o'sha xodimni hisob-kitoblarni to'g'ri amalga oshirmaganligi uchun ish beruvchiga zarar yetkazganlik fakti yuzasidan bildirgi beradi ish beruvchiga. Bu bildirgining namunasi ham
bizda tayyorlangan bildirgi qanday tartibda beriladi, qanaqa shaklda beriladi, bu ham mavjud. Demak, bosh buxgalterning bildirgisi taqdim qilinadi. Keyingisi xodimni tomonidan olingan tushuntirish xati. Ya'ni tushuntirish xatiga ham e'tibor qarating, 2024-yil 16-dekabrda yozma tushuntirish xati olingan. Agarda siz 2024-yil 16-dekabrda yozma tushuntirish xati olib, 1 oy davomida 16-yanvarga qadar, 25-yil 16-yanvarga qadar intizomiy jazo qo'llamasangiz, yo ishdan bo'shatish yoki qaydsin, bundan unga boshqa muddatni o'tkazib qo'ygan bo'lasiz va qo'llagan intizomiy jazongiz noqonuniy bo'lib qoladi. Shuning uchun ham aniqlangan kun 16-dekabr, 16-dekabrdan 1 oydan kechiktirma o'tib, 1 oydan kechiktirmasdan turib intizomiy jazo qo'llashingiz lozim bo'ladi. Keyingisi moddiy qimmatliklarni saqlash qoidalari buzilganligi yuzasidan dalolatnoma. Ya'ni biz bu hujjatni ham aks ettirib ketishimiz kerak. Sababi dalolatnoma o'sha holatni bildirish kerak. Haqiqatan ham moddiy qimmatliklar saqlanishi buzilganligini guvohlar ishtirokida dalolatnoma bilan rasmiylashtirishimiz kerak. Qo'pol qilib aytganda, xodimni bo'yniga o'zini aybini to'liq qo'yishimiz kerak. Keyingisi, uchinchisi, jamiyat direktorining 2024-yil 14-iyundagi hayfsan intizomiy jazosi qo'llash haqidagi 901-sonli SHT buyrug'i. Biz bu yerda mehnat shartnomasini, Mehnat kodeksining 161-modda 2-qism 4-bandi bilan bekor qilyapmiz. Muntazam ravishda ichki tartib qoidalarini buzish bilan shartnomani bekor qilishda albatta ilgari xodim intizomiy, moddiy yoki boshqa turdagi mehnat qonunchiligiga boshqa turdagi javobgarlikka tortilgan bo'lishi kerak. Bizda mana shu buyrug'imiz bor. Shu buyruqni ham tayanch qilib qo'yamiz va hozirgi chiqarayotgan mana bu buyrug'imiz o'sha buyruqqa asos sifatida xodim bilan shartnomani bekor qilishni ta'minlab beradi. 4-chi hujjatimiz, keyingi hujjat mehnat shartnomasini bekor qilish haqida yozma ogohlantirish. Bilasizlar, o'sha yuqorida ta'kidlangan 165-moddaga ko'ra barcha holatda xodimni ish beruvchi shartnomani bekor qilish to'g'risida ogohlantirishi shart. Ya'ni 3 kun oldin ogohlantirishimiz kerak, qo'pol ravishda buzganda, muntazam buzganda va xodimga imzo qo'ydirib tanishtirishimiz kerak. Agar imzo qo'ydirib tanishtirishni rad qilsa, nima qilishimiz kerak? Dalolatnoma bilan rasmiylashtirib qo'yishimiz kerak bu holatda. Keyingi va 5-chi nihoyat so'nggisi, Mehnat kodeksining 164-moddasiga muvofiq Kasaba uyushmasi qo'mitasi roziligini aks etgan qaror. Agarda korxona muassasa tashkilotingizda jamoa shartnomasi qabul qilingan bo'lib, shu jamoa shartnomasida kasaba uyushmasini qo'mitasi roziligini olish talab qilingan bo'lsa, kasaba uyushmasi qo'mitasini roziligini olmasdan turib, mehnat shartnomasini bekor qilmaysiz. Garchi xodimingiz haqiqatan ham ichki tartib qoidalarini buzgan bo'lsa ham. Bu demak, buyruq chiqarishga asos bo'lgan barcha mana ko'rib turibsizlar hujjatlar sizni kelgusida qilishingiz mumkin bo'lgan xatolaringiz tavakkalchiligining riskini kamaytiradi. Imzolash jarayoni haqida to'xtalamiz. Imzolash jarayoni rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Direktor, ya'ni ishga qabul qilish huquqiga ega bo'lgan shaxs imzolaydi. Saidov masalan. Kelishiladi bu buyruq. Kadrlar bo'limi boshlig'i loyihani kiritadi. Keyingisi bosh buxgalter imzolaydi. Masalan, buni ham kiritib qo'yishingiz maqsadga muvofiq sababi hisob-kitob bosh buxgalter tomonidan amalga oshiriladi. Va yuriskonsult imzolaydi. Bilasizlar, rahbar yuriskonsult o'sha qonunchilikda nazarda tutilgan talablarga rioya qilgan holda chiqarilganmi buyruq yoki yo'qmi, ana shu jarayonga yuriskonsult javobgar bo'ladi. Yuriskonsult chiqarayotgan buyrug'ingizni qonuniyligini nima qiladi? Shahodatlab beradi va imzosi bilan tasdiqlaydi. Yuriskonsult eng oxirida qo'l qo'yadi, ya'ni rahbardan bitta oldin qo'l qo'yadi. Birinchi navbatda o'sha masalan kadrlar bo'limi qo'l qo'ysin, kerak bo'lsa bosh buxgalter qo'l qo'ysin. Ular imzolab bo'lgandan so'ng rahbarga kiritilayotgan vaqtda eng oxirida yuriskonsult o'zini xulosasini berib, haqiqatan ham shu buyruq to'g'ri tayinlangan deb imzolab beradi. Shundan keyin buyruqni biz qabul qilamiz. Qabul qilib o'sha qog'oz shaklida qabul qilamiz yoki bo'lmasam hozirgi kunda elektron raqamli imzo tizimi orqali ham qabul qilishimiz mumkin. Bu imzolar hammasi elektron raqamli imzo bilan ham qo'yish mumkin, o'sha baza orqali, elektron kalit orqali va chiqarilgan buyruqni biz tanishish uchun
xodimga beramiz. Mana buyruq bilan tanishdim deyapti. Masalan, Malikov degan xodim 18-dekabr 2024-yil imzo qo'yadi. Undan so'ng o'sha boyagi yuqori ta'kid etilgan jarayonlar amalga oshiriladi. Endi bu buyrug'imiz mana xohlasangiz lotin nusxasida yoki mana bu ikkinchi betida Kirill nusxasida ham, Kirill yozuvida ham berilgan, Kirill yozuvida ham keltirilgan. Buyruqning ijobiy tomoni nimadan iborat? Ya'ni buyruqda o'sha mehnatga oid munosabatlarni tartibga solish, rasmiylashtirishga oid yangi kodeks talablari to'liq qamrab olingan va bu o'sha Word shaklda tayyorlanganligi kelgusida buni bemalol, qiyinchiliksiz tahrir qilish imkonini sizga beradi. Xo'sh, hurmatli tinglovchilar, mana sizlar bilan biz buyruqlar qanday tayyorlanadi, unga qo'yilayotgan talablar nima, mana shu haqidagi masalalarni hammasiga imkon qadar javob berishga harakat qildik va qonunchilikka yangi mehnat kodeksi tayinlangan holda sizga o'sha ish berish tomonidan qabul qilingan hujjatlarga qo'yiladigan talablarni yoritib berishga, aks ettirib berishga demak harakat qildik. Va mana shu bugungi master klassimizni yakunlaymiz. Bu bizni o'sha dars qismini tugatishimizga masalan asos bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.